Rangin matolar bilan bezatilgan go'zal tarix. Huvillagan telefonlar o'lkasidan tortib, devordagi mana bu gullagan jigargacha. Xullas, tarixiy Buxoroda bugun zamonaviylik nafasi kezmoqda. Buxoro Biennallisi san'at orqali o'zlikni anglash jarayoni. Bu yerda nafaqat O'zbekiston, balki dunyo ijod ahlining ekologiya, tarix, jamiyat va inson qalbi haqidagi qarashlari jamlangan. Butun jahonda 7000 ga yaqin til bor ekan, uni tushunish, anglash uchun uzoq yillar, tinimsiz izlanishlar talab etiladi. Ammo nigohlar bilan anglashiladigan, qalb bilan his etilib, tarjimasiz tushuniladigan bir til ham mavjud. Bu hech shubhasiz san'at tilidir. Kulolning haykali, rassomning bo'yog'i, kashtadozning naqshlari. Kuzatsangiz, barchasi qalblar dardiga darmon bo'lish maqsadida yaratilgan. Undagi har bir detal, har bir element esa alohida ramziy ma'no kasb etadi. Buxoro madaniy maydonini kesib o'tuvchi kanal ustida bunyod etilgan Gobelenning to'q ko'k rangdagi tasvirlari sizni suvga to'la Orol dengizi tomon sarguzashtga chorlab, tiniq xotiralarni qayta jonlantiradi. Agar yaqin moziga nazar tashlaydigan bo'lsak, bundan 65 yil avval Orol dengizi dunyoda yopiq dengizlar bo'yicha 4-o'rinda turgan. Boz ustiga Oroldagi agar suv hajmiga ahamiyat beradigan bo'lsak, 60-yillarning boshlarida Orolni hajmi, suv hajmi 1083 kubik kilometrni tashkil qilgan. Maydoni 66000 kvadrat kilometrni va eng asosiysi Orol dengizi bo'yida hayvonot va nabobot olami juda boy bo'lgan. Orol dengiziga Amudaryo va Sirdaryodan yiliga o'rta hisobda 55 kubik kilometr suv yetib borgan va yer osti suvlaridan taxminan 4 kubik kilometrgacha, atmosfera yog'ingarchiligi bilan 1 kubik kilometrgacha yog'ingarchilik orqali Orol dengizi mana shu mo'tadil sharoitga kelgan. Bu mo'tadil sharoit yuzlab yillar davomida muvozanat saqlanib kelgan. Va shuncha suv hajmi har yili Orol dengizidan parlanib, suvlar parlanib, muvozanat saqlanib turilgan. Orol dengizining ikkinchi funksiyasi bu yoz kunlari Erondan, boshqa janubdan esadigan garmsel havosi Orol dengizidan o'ta turib, Orol dengizida salqin havo bilan aralashgandan keyin shu salqin havo O'zbekistonning hududiga mo'tadillashib kelgan. Qishda esa aksincha Turon pastteksligidan, Sibirdan esadigan sovuq shamol Orol dengizidan o'tayotganda bu iliq suvni havosi bilan yanada qisman pasaygan va Orol umuman oladigan bo'lsak, haroratni, iqlimni termoregulyatori sifatida juda katta Markaziy Osiyoga, faqat O'zbekistonga, balki juda katta Markaziy Osiyoga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Bu go'zal tasvirlar, tiniq suvli moviy Orol, afsuski bugun tarixga aylanib, kichik ariq ustidagi matolarda akslanmoqda. Biennale ishtirokchilari qurg'oqchil yerga bag'ishlangan sadoqat tuhfasini ham hadya etishdi. Ya'ni bu yerda guvoh bo'lishingiz mumkinki, Orol dengizining yildan yilga qurib borish tasvirlari tushirilgan. Ayni dam oldimizda suhbatdoshimiz aynan mana shu ramzlar haqida ma'lumot beradilar. We have several works dedicated to
Bilasizmi, Biennaledagi installyatsiyalar orasida Orol fojiasi, umuman olganda suv bilan bog'liq bir nechta san'at asarlari bor. Ulardan biri siz ko'rib turgan mana bu uzun matodir. O'zbekiston, Hindiston hamda Buyuk Britaniya ijodkorlari hamkorligida tayyorlangan bu asar ko'pchilikning diqqatini o'ziga tortmoqda va butun festival davomida mehmonlarga hamrohlik qilyapti. Uning o'zgaruvchan rang bo'yog'i so'nggi 100 yillikda sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan ilhomlanib tanlangan. Gobelenning boshlanishi to'q ko'k rangda, ya'ni orolning suvga to'la bo'lgan davrini tasvirlaydi. Asta-sekin esa zahar, tuz, mox va zamburug' gullarining ranglariga o'tadi. Ko'rgazmaning oxirgi qismiga boraverganingiz sayin mato oqarib boradi. Tasvirlarning o'ziyoq insonga salbiy ta'sir etyapti. Endi siz real hayotda bu fojia insoniyatga qay darajada zarar yetkazayotganini tasavvur qiling. Orol dengizining qurishi oqibatida orolning sathi qariyb 36 metrga pasayib ketdi. Va hozirgi kunda afsus nadomatlar bo'lsinki, orolning g'arbiy qismi oroli bir qismi qoldi, bu Ustyurt platosiga yaqin va shimoliy orol qismi qoldi. Bularning hammasini suvni hajmini oladigan bo'lsak, shimoliy orolda o'rta hisobda hozir 20-25 kubokilometr suv bor. G'arbiy orolda ham 30-35 kubokilometr suv qoldi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu haqiqiy hozirgi kunda mineralizatsiya, agar qaraydigan bo'lsak, oroldagi suvning mineralizatsiyasi hozirgi kunda 170 gram litrga yetdi. Bu o'lik dengiz degani. Chunki o'sha 65 yil avval oroldagi suvni tuzlarning tarkibi 11-12 gram litrdan oshmasdi va shuning uchun hayvonot olami, ya'ni ixtiyofauna deymiz, baliqlarni va suv resurslarida yashaydigan hayvonot olamiga juda ham bir mo'tadil sharoit bor edi. Lekin tarixda bu narsa yo'qki, bitta avlodning ko'z o'ngida mana shunday katta hayhotdek dengiz yo'q bo'lib ketishi, bu butun umum insoniy fojia desak mubolag'a bo'lmaydi. Zamonaviy va milliy san'at elementlarini o'zida jamlagan har bir asar oldida soatlab to'xtash mumkin. Tilsiz tilsimning dardini tinglash, uni tahlil qilib, chuqur ma'no olish imkoniga egasiz. Bugun tahlil uchun suv unsurini tanlagan ekanmiz. Aziza Qodiriy, Yulduz Muhiddinova va Mateo Bissonnet hamkorligidagi 2 qismdan iborat installyatsiya ham diqqatimizni tortdi. Ekologik muammolar, sanoat tufayli cho'lga aylanayotgan manzillar mahorat bilan tasvirlanganligiga guvoh bo'ldik. Bu yerda haqiqatlarini topmayman. Faqat iplar, ularning uzilgan uchlari, bo'laklaridan tikilgan xotiralar. Bu xarita emas, bu xotira. Kolorado daryosi, ular o'xshash degan edingiz. Men bu yerga qayta kelmoqdaman. Suv oqimi uchun emas, balki sohil orasidan sizning ovozingizni eshitish uchun. Sizga savollarim shunchalik ko'p ediki, endi esa qo'limda faqat qog'ozlar, sizning xatingiz va oramizda qolgan sukunat. Mutolaa olmadim. Hozir sizga aytmoqchi bo'lgan so'zlarim aynan shular. Daryo bo'yidagi o'sha gul
Mo'jizaviy moviy xona esa bizni chinakam ummon tubiga sarguzashtga chorladi. Biz suv mavzusidan uzoqlashmaymiz. Ayni dam Gavkushon madrasasidagi moviy xonadamiz va bu yerda ham har bir detal alohida bir izohga ega ekanligini aytib o'tmoqchimiz. Ayni dam esa yana mediatimizga yuzlanamiz. Bu xona haqida qanaqa ma'lumotlarni bizga taqdim etasiz? Let's begin. So here in Gavkushon Madrasa, Navbatdagi manzilimiz ham rangidanoq sezyapsizki, suv bilan bog'liq. Biennale davomida yig'ilgan o'simliklardan olingan an'anaviy materiallar va ko'k glazurdan foydalangan holda yaratilgan ko'rgazmada hamyurtingiz Kulol Abdulvohid Buxoriyning ham qo'llari borligi shundoqqina ko'rinib turibdi. Yana takror aytaman, Buxoro san'at uchun yaratilgan shahar. To'g'risi, atrofim to'la buxorolik. Men esa xorijlik inson sifatida sizning oldingizda turib, Buxoro hunarmandchiligini sharhlashga qiynalyapman. Keling, shu vazifani shogirdimga topshirsam. Aynan hamrohimiz aytganlaridek, xuddi xonaning o'zi yo'q, insonga suv osti muhitini eslatadi va bu yerga tashrif buyurgan har bir inson o'zini xuddi baliq kabi his qilishi mumkin deya ta'kidlab o'tdilar va hikoyamizni, suhbatimizni navbatdagi suhbatdoshimiz bilan davom ettiramiz. Dilshoda, demak, bizga qolgan taassurotlarni o'rtoqlashasiz. Assalomu alaykum. Bu xona moviy xona deb ataladi va bu yerning hunarmandlari Abdulvohid Buxoriy va Jo'rabek Siddiqov hisoblanishadi. Ikkalalar ham asli buxorolik. Abdulvohid Buxoriy keramikani ko'rib turgan keramikangizni qilganlar. Bunaqangi 6 qirrali panellar faqat Buxoro shahriga xos va ular ko'p joyda tarqalgan. Biz ularni ko'p joyda uchratishimiz mumkin, 6 qirralik panellarni. Xo'sh, ularni rangiga keladigan bo'lsak, moviy rangini, bu rangni olishda tabiiy yo'l bilan ular erishganlar. Kuz faslida Buxoro cho'llaridan ishqor degan o'simlikni olishadi. Uni 1000 gradus va undan yuqori gradusga kuydirib, keyin u kukun holatiga keladi-yu, suvga bo'yoq shakliga keltirib, panellarni xuddi shunday ko'k tarzda, moviy tarzda bo'yashganlar. Tepaga nazar solishingiz mumkin. Tepada o'rtada medalyon tasviri, chetlarida baliqlar va o'zimizni milliy so'zanimizdagi tasviri bor bo'lgan bodom ko'rsatilgan. Bu yerda baliqni tasvir bo'lishiga sabab bor. Bu sabab hunarmandlarimiz Nuratodagi so'zanidagi baliqlarni tasviridan ilhomlanishgan. Avvaldan ma'lumki, bizni xalqimizga shunaqa bir narsa xoski, agar bir odam kasal bo'lsa, avvallari oldiga baliqni olib kelib qo'yishgan, tirik baliqni, va o'sha odam tirik baliqni suzishini tomosha qilgan va o'shandan o'ziga healing, istileniya olgan, shifo topgan o'zidan va baliq o'sha odamni barcha negativ narsalarni o'ziga olgan, kasalligini o'ziga olgan. Shu uchun ham hunarmandlar, bu yerga tashrif buyuruvchilar o'zlarini boshqacha his qilishlarini xohlashganlar bu xonada. Bu xonani asli logikasi shundan iboratki, kirganingizda o'zingizni xuddi basseynda his qilasiz. Ammo suvsiz basseyn, shunday. Ammo suvsiz basseynda. Hammaga ma'lumki, bu hunarmandlar Orol dengizi muammosini ham bu yerda mujassamlashni xohlashganlar. Hozir Orol dengizida suv umuman yo'q va bu yerda ham suv yo'q. Suv effektini berish uchun kirgan paytingizda ba'zi bir panellar bo'rtib turibdi, devordan yopishib mas'ul bo'rtib turibdi. Sizga shu suv bordek effektni berish maqsadida. Bu yerda ana bu tirqishlardan shamol kirgan payti bu yer qimirlaydi. Ko'rayotganingizdek qimirlayapti, harakatda. Odatda akvarium baliqlar pastda bo'ladi-ku, lekin bu yerda tepada tasvirlangan, noodatiy tarzda tepada tasvirlangan baliqlar. Xullas, ekologiya, xususan Orol bilan bog'liq har bir asar borki, uni tinglaganda dard ovozini, kuzatganda esa tugash nafasini his etasiz. Festival mehmonlari bilan suhbatlashar ekanmiz, ehtimol Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi yo'nalishni Orol bilan davom ettirsak ajoyib bo'lardi deya fikrlarini izohlashdi. Ну, мое впечатление очень хорошее.
Umuman olib qaraganda Buxoro haqidagi taassurotlarim juda ham ajoyib. Orol muammosiga bag'ishlangan installyatsiya oldida esa 20 daqiqacha to'xtab qoldik. Shu yerda telefonim orqali orolning avvalgi holati haqidagi ma'lumotlarni qidirdim. Suratlarni tomosha qilib aytishim mumkinki, bu ekologik muammo nafaqat O'zbekiston, balki bu butun dunyoni xavotirga solayotgan xavflardan biri ekan. Ba'zi manbalarda ilgari Orol hududi 50 yil avvalgiga nisbatan 90% qismini yo'qotib, qurib boryapti degan ma'lumotga duch kelib, suvni asrash insoniyat oldidagi katta vazifalardan biri ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Diqqat bilan kuzatsangiz, har bir detaldan katta ma'nolarni o'qish mumkinligi meni chindan ham hayron qoldiryapti. Agar hozirgi kundagi holatini tasavvur qiladigan bo'lsak, Oroldagi dengizni o'sha eski holatiga keltirish uchun bu majoziy o'xshatish, Volga daryosi 5 yil, 6 yil tinimsiz oqishi kerak yoki Dunay daryosi 7 yil, 8 yil tinimsiz oqqandagina Orol dengizini o'sha eski holatiga qaytarish mumkin. Volga daryosini suv baseynini yaxshi bilamiz, 250-252 kubokilometr yiliga. Dunay daryosini baseyni 178 kubokilometr. Endi ular bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Amu daryoni baseyni yiliga o'rtacha 78 kubokilometrni tashkil qiladi. Mana shu bilan tasavvur qilish mumkin. Buxoro Biennallesidagi san'at asarlarida ko'rganingiz kechagi tarix, bugungi ogohlantirish va ertangi hayot uchun chaqiriqdir. Demak, Biennalle nafaqat san'at, balki hayotning o'zi haqida chuqur mulohaza uyg'otuvchi makondir. Shu bois ramziy tasvirlar orasida sayr qilar ekanmiz, biz san'atni emas, aslida o'zimizni, insoniyatning taqdirini ko'ramiz. Zero san'atning eng oliy vazifasi ham insonni uyg'otish, uni go'zallikka undab, hayotiy mas'uliyat sari yetaklashdan iborat. To'g'ridan-to'g'ri dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan O'zbekiston uchun Orol yagona dengiz imkoniyati edi. Uning qurib borishi nafaqat ekologik muammoni, qolaversa umumiy hisni hamda xotirani ham yo'qotadi. Demak, birinchi xalqaro san'at Biennallesi doirasida qo'llanilgan ushbu installyatsiyaning o'rni ham bu doirada juda muhim hamda katta ahamiyat kasb etadi.